İchkirida ishlangan tetimsu, jiangyu, achchiqsu, tetitqu, vejinglarni iste'mol qilish. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men ichkarida o'qiyman. Maktabdagi oshpazimiz o'zi namozni tark etmaydigan kishi. Go'shtni xo'jzo'lar ta'minlaydi. Ammo achchiqsu, tetimsu, jiangyu, tetitqu, vejing qatorliq ichkarida ishlangan materiallarni qo'shib qilgan tamoq qandoq bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Albatta, yemak-ichmaklarning halol bo'lishi uchun yemak-ichmaklarning o'z dinimizda halol bo'lishidan sirt, uning pokizligi, salomatligi, ziyonsizligi va shubhidan xoli bo'lishi shart. Siz tilga olgan turli tam-tangshirishlarda yuqori o'lchamlar to'liq topilmaydi. Achchiq suv, guruch, bug'doy, qizil qo'noq qatorliq halol moddalardan echitish orqali ishlanadigan chuchma suyuqlikdan iborat bir xil tetitqu. Tetimsu yoki purchoq tetitqusi, ya'ni jangyumu purchoq, bug'doy va tuzni aralashtirib echitish texnikasi orqali tayyorlanadigan bir xil suyuq tam-tangshigich. Gerçi achchiq suv bilan tetimsu tarkibidagi echitishdan paydo bo'lgan ozg'ina persentda spirtdan xoli bo'lmasa-mu, lekin bu suyuqliklar odatda mast qilishga ishlatilmaganlikdan ham iste'mol qilsa mast qiladigan persenti bo'lmaganlikdan sirkaga o'xshash haloldir. Lekin yemak-ichmakka bulg'anishi ig'ir bo'lgan hozirgi ba'zi dinsiz jamiyatlarda achchiq suv bilan tetimsudan iborat yuqorqi ikki tam-tangshigich suyuqlikni ishlab chiqaruvchilarning musulmon emasligi, yasalish o'lchami va tarkibiga ko'ngil xotirjam bo'lmaydiganligi qatorliq taraflarni nazarda tutgan vaqtda shubhidan yiroq turish jihatdan navbatda bu mahsulotlarni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Xanzular ishlab chiqargan tayyor cho'p va pentozlarga o'xshagan yemak-ichmaklarmi shundoq. Uningdan boshqa achchiq suv bilan tetimsuni yasashda ishlatiladigan ba'zi rang berguvchi va saqlag'uvchi moddalarmi o'lchamdan eshib ketsa, tan salomatligiga ziyonli bo'lishi mumkin. Yana kelib, xanzularning yemak-ichmak qapi yoki qutisi ustiga musulmoncha yoki halol deb yozib qo'yganigami ishongili bo'lmaydi. Necha yil burun Lenshiya shaharlik tashviqot komitetiga mansub qilinib tarqatilgan bir uqtirishda deyilishicha, xo'jzo'larning tekshirib bekitishicha, ba'zi o'lkalarda tetimsu, ya'ni jangyuni odam chechi bilan hayvon yungini asos qilib yasaydi ekan. Tam va rang kirgizgichlarni qo'shishda o'lchamga rioya qilmagandan boshqa saqlash va qachishdimi tozalik rioya qilmaydi ekan. Ammo vejang deb atalgan tetitqu yuqoriqilardan farqli bo'lib, bu tam-tangshigich oq rangli ximiviy parashutdan iborat. Odatda xanzular buni cho'chqa qatorliq harom hayvonlardan yoki tegi halol bo'lsa-mu shar'iy bo'g'izlanmaganligi uchun harom bo'lib ketgan mol-chorvalardan, shundaqla top va nejis moddalardan ilingan so'ngak yelimidan ishlab chiqaradi ekan. Shunga bu tetitquni harom deyishga bo'ladi. Xulosa. Ichkiri o'lkalarda ishlangan achchiq suv, tetimsu, jangyuni, tetitqu, vejang qatorliq materiallar qo'shib etilgan tamoqni, shundaqla xanzular ishlab chiqargan tayyor cho'p va pentozlarga o'xshagan yemak-ichmaklarni iste'mol qilishga bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 85-nomerlik fatvo.